Hammaga assalomu alaykum. Qo'ziqorin Parnik xonamizdamiz. Xudo xolasa mana bugungi hosilimizni terib oldik esonaman. Qo'ziqorin ekaman, shu ish bilan shug'ullanaman degan odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana bugungi videomiz manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qanaqa yetishtirish kerak, nima qilish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak. Bu bizni qo'ziqorin xonamizdagi bu ekilganlar 3-terim boshlangan. Xudo xolasa mana 3-terim chiqishni boshladi. Qo'ziqorin ekishda birinchi navbatda o'sha xonangiz yetishtiradigan xonani, qo'ziqorin bilasizlar zax joyda o'sadi. Uydan uzoqroqda parnik qilingan yerni kovlab zax bo'lish kerak, toza havo bo'lish kerak, ventilyatsiya, mana ventilyatsiya ichida havo yuradi. Bitta katta ventilyatorimiz bor. Narigi ventilyatorimiz ichkaridagi yig'ilgan gazni tashqariga chiqaradi. Shu ventilyator tashqariga qaragan. Bu ventilyatorimiz tashqaridagi kislorodni ichkariga haydaydi. Bitta shunaqa tur teshiklari bor. Har bir qatorda qo'ziqorin oralarida havoni haydab toza kislorod bilan to'yintirish kerak ularni. O'shanda zo'r o'sadi. Namlik hosil berish boshlagandan keyin 80% dan baland qilib berish kerak. Namlikni ko'tarish kerak. Mana hozir qish, bugun 13-dekabr. Havoni namligi zo'r. Ventilyatsiyani zo'r bersalaring, bunaqa ko'p sug'orish ham shart emas. Mana bizda sug'orish tizimi nasos bilan boshqariladi, o'zi avtomatik sug'oradi. Mana ventilyatorimiz ishlashni boshladi. Ventilyator ishlayapti. Bu naryoqdan, bu yoqdan boshladi. Havo chiqadi. Havo sezilarli yaxshi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Tozalikka e'tibor berish kerak, qarash kerak. Vaqtida suvini berish kerak. Qachon teramiz deganlarga shu kattaradi. Bu endi 3-terim. Hosilimiz suv olmay qoladi o'zi. Bir xillar o'ylaydi, kattaribdi, bundan ham kattaroq bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, u suv olmay qoladi o'ziga, keyin o'zi shalpayishni boshlaydi. Nima desam bo'ladi? Shunaqa suv olmagandan keyin tashqarida suv turadi, siqsangiz ham suv chiqadi. Bodri bo'lib turganda tersangiz, mana bular ertaga xudo xolasa ko'ramiz, ertaga va indin teriladi ular. Ba'zi bir odamlar aytibdi, telefon qilyapti, so'rayapti, o'sha kimdirdan urug' olgan, telefon qilsam ko'tarmaydi, urug'ni olib qo'ygan, qanaqa ekishni bilmaydi, joyini bilmaydi. Birinchi navbatda joyni tayyorlash kerak. Hozir narigi xonada inkubatsiya xona bor, o'sha yerda oqartirib chiqoziladi. Hozir yoqdan ham video qilib ko'rsataman, xudo xolasa. Mana parnigimiz shunaqa holatda, ipga ilingan. Ventilyatsiyamiz ipga ilingan holatda. Bu yerda bizda 650 ta qopimiz bor. Umumiy hisobda. Mana ular shu ekilgan paytda mog'orlagan, bunaqa bo'lgan paketlarimiz, mana ulardan ham chiqadi. Leshni bosib ketgan bu. Orada oqarganlari qolgan. Mana shu bir qator qo'ziqorinlar, mana shu qatorimiz mog'orlagandi. Mana shular ham hozir hosil beryapti, Xudoga shukr. Yaxshi hosil.